Axborot 24. Informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Efirda Axborot 24 informatsion dasturi, studiyada Jasurjon Devxonov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida O'zbek Gidroenergiya aksiyadorligi jamiyati faoliyati yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Bu haqda muxbirimiz Ne'matilla Gulmetov lavhasida tanishasiz. Bo'lib o'tgan tadbirda 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar va bu yilgi yangi loyihalar yuzasidan ma'lumotlar berildi. O'tgan yilda 13 ta mavjud gidroelektr stansiyasi modernizatsiya qilindi. 64 ta yangi obyekt foydalanishga topshirildi. Ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun jami 1.3 milliard AQSh dollar miqdorida investitsiyalar jalb qilingan. 2025-yil yakunlari bo'yicha jamiyat korxonalari tomonidan 6,5 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Davlat investitsiya dasturi doirasida 237 million AQSh dollar miqdorida investitsiya o'zlashtirildi. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari Farruh Nurlayevning ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilda jamiyatimiz tomonidan reja ko'rsatkichlari belgilangan. Ishlab chiqarish hajmini bu yil 15% ga ortig'i bilan bajarish, davlat investitsiya dasturi doirasida 264 million dollar investitsiya mablag'larini jalb qilish hamda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda 250 milliard so'mga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, investitsiya loyihalari doirasida 2026-yilda ham jamiyatimiz tomonidan 152 megawattga teng bo'lgan 15 ta yangi ishlab chiqarish obyektlarini foydalanishga topshirish rejalashtirilgan hamda ushbu loyihalar doirasida 276 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yana bir muhim yo'nalishlarimizdan biri bu sohada mahalliylashtirish darajasini oshirish hisoblanadi. Bo'stonliq tumanida Markaziy Osiyoda birinchi marotaba gidroagregatlarni ishlab chiqarish zavodi foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda ushbu zavodda 300 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi hamda 1 kilovattdan 40 megawattgacha bo'lgan gidroagregatlarni ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yildi. Yana bir yo'nalishlarimizdan biri bu raqamlashtirish va avtomatlashtirish tizimini rivojlantirish hisoblanadi. Jamiyatimiz tarkibida yagona vaziyatlar markazi tashkil etildi hamda 100 dan ortiq gidroelektr stansiyalarda hamda jamiyatimiz tasarrufidagi suv omborlarida 4700 dan ortiq nazorat o'lchov qurilmalari to'liq avtomatlashtirildi. Xalqaro maydonda ham jamiyatimizning nufuzi tobora ortib bormoqda. Xususan 2025-yilda O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatining xalqaro reytingi yana bir pog'onaga oshib, BB darajasiga ko'tarildi. Bundan tashqari jamiyatimiz ISO 37001 hamda ISO 3100 xalqaro standartlari bo'yicha sertifikatlarga ham ega bo'ldi. O'tgan 25-yilda ESG reytingi bo'yicha ham jamiyatimiz tomonidan 79 ball qo'lga kiritildi hamda Markaziy Osiyoda eng yuqori ESG reytingga ega bo'lgan tashkilot hisoblanadi. Albatta bu amalga oshirilgan ishlar natijasida xalqaro investorlarning ham ishonchi jamiyatimizga nisbatan tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoyning yirik moliya institutlari jamiyatimiz loyihalarini to'g'ridan to'g'ri moliyalashtirishga tayyor ekanligini bildirishmoqda.